Ayni damda biz tumanimizning Tinchlik mahallasidamiz. Bu mahallada istiqomat qiluvchi Otabek ismli ukamiz, e'tibor bering, 11-sinf o'quvchisi, maktabdan bo'sh vaqtlarida o'z xonadonida qo'y boqish bilan shug'ullanadi. Bu qo'ylar shunchaki qo'ylar emas, barchasi zotdor qo'ylar ekanligi aytilmoqda. Qolaversa, mazkur qo'ylarning narxi $3000 dan $25000 gacha baholanayotgan ekan. Hozir biz Otabekning xonadoniga tashrif buyuramiz va jarayonlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rishni maqsad qilganmiz. Qani kelavering-chi? To'xtang, oldin keyin o'tirarmiz, oldin qo'ylarni ko'raylik. Yo, o'ylashyapti. Qo'yxonami bu? Ha. Men mehmonxona deyman buni. Qani keling-chi? Endi tanishtiringchi bizga qo'ylarning zoti qanaqa, qayerdan kelgan, narxlari qanaqa, hammaga qiziqarli tomoni shuda endi. Xo'p, bu qo'ylarimiz Arashan zotiga mansub bo'lib, Qirg'izistondan olib keltirganmiz. Toza qonli, juda xolis super elita. Hammasini plan kartalari bor, pasportlari, hammasiniki bosilgan. Bu qo'ylarimiz birma-bir tanishtiradigan bo'lsam, eng chekkadagi qo'yimiz Lines Sharpie, o'rtadagi Gulliver, Karavel liniyalari. Uchalasining ham yarchkasi bor, tushgan. Shu o'zimizning qo'chqorlarimizdan. Ikkitasiniki Frankel, bittasiniki Vavakov yarchkasi. Qo'zilari qanaqa tug'ildi endi? Qo'chqormi bular qo'zilari ham? Hop, qo'zlarimiz bittasi qo'chqor, ikkitasi sog'liq. Mana shu qo'zimiz kechagina savdo bo'ldi, $2,500 ga sotilmadi. Qo'chqorimi? Qo'chqori, Frankelli, Pramoy o'g'li. Necha oylik u? Bu 1 oylik. Endi shunda bu $2,500 ga sotilmagan bo'lsa, ena bola narxi qanaqa bo'ladi? Ena bola shu $6,000, $7,000 ga bo'lib qoladi. Nechinchi tug'ish endi bu? Ha, bu hammasiniki birinchisi. Yangi tishi yordi, ikki tishga yangi chiqardi. Ash qo'zi necha oylik ash qo'zi? Hop, bu qo'zimiz 25 kunlik. 25 kunlikmi ash? 25 kunlik. $1,500 ga buni ham so'rashdi, sotmadik. O'zimiz endi seleksiya qilib ko'paytirmoqchimiz. Bular qanaqa zot? Bular Hop, endi bular ham Arashan zotiga mansub. Sog'liq qo'ylarimiz. Hop, bular hali qo'zi, 8-9 oylik. ikkalasi sog'liq, ha? Ha, ikkalasi sog'liq, 8-9 oylik qo'zilar. Hop, liniyasi Burman, buniki Blandning. Qo'chqorlarimiz. Ha, bu qo'chqorlar. Shu mashhur Frankelni Pramoy nevarasi. Kimni nevarasi? Frankel. Ha. Frankel Pramoy nevarasi. Liniya Frankel. Hop, bu qo'chqorimizni $14,000 ga olib kelganmiz. $25,000 ga sotilmagan. Mana shu o'zi $25,000 ga Mana sotilgan. shu o'zini, ha. Hop, bu hali qo'zi tish. Hop, bunisi liniyasi Vavakov. Buni $4,000 ga olib kelganmiz. 8,000 ga sotilmadi. Xaridor bo'lsa, necha pulga sotib yuboramiz mana shunisini? Hop, bu qo'y Frankelni nevarasini. qo'yimiz sotilmaydi. Zot uchun o'qamiz. Qiziquvchilar bo'lsa, $40,000 ga sotiladi. $40,000? $40,000 ga. Qani tishini ko'rsatchi? Oddiy tish ekan. Men endi buni narxidan tishi ham tilladan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yo'q. Hop, bu qo'zimiz ikkita tishga yangi yordi. Qo'chqorimiz bo'ylari 95+, qulog'i 21+. Qulog'ini nima ahamiyati bor? Uzunligi, kaltaligi. Hop, qulog'i qanchalik uzun bo'lsa, shunchalik qimmat bo'ladi. Keyin arashanligini bu bildirib turadi qulog'i. Qirqilgan butunligichi. Yo'q, bu qirqilgan butunlik hech nima qilmaydi. Ta'siri yo'qmi uni? Ta'siri yo'q. Otabek, mana e'tibor bergan bo'lsan, ko'pchilik yoshlarimiz bo'sh vaqtini samarasiz o'tkazishyapti-da. Sen bo'lsa, hozir 11-sinf o'quvchisi bo'lib, shuncha daromadga ega bo'lyapsan-da. Ilk bor shu yo'nalishga qiziqishing nimadan boshlangan? Bundan 3 yil oldin qo'shnimizdan ikkita $400 ga qo'yilib, Qo'shninglardan, ha? qo'shnimizdan 1 yildan keyin $1,200 ga sotganman va bu qo'ychilik yo'nalishiga qiziqib qoldim. Yaxshi daromad olib Yaxshi keladi. daromad kelarkan. 5 oy 6 oydan keyin shu dadamlarga aytdim, Qirg'izistondan bunaqa zotdor qo'ylarni olib kelishni boshladik. Birinchi 3 ta olib keldik, 2 ta sog'liq, bitta qo'chqor. Qanaqa zot? Arashan. Arashan. Ularni sekin-sekin ko'paytirish boshladim. Yana bola o'zimiz qo'z bilma onasini $23,000 ga sotdik. Juda ham qiziqib qoldim bundan keyin. Hozir
sir bo'lmasa, mana shu turish holatida qanchalik qo'y bor? 75 ming, 80 ming dollarlik bo'la turibdi hozir. Hozir shu yerda 75 ming, 80 ming dollarlik qo'y bor. Bor. Kelajakdagi rejalar qanaqa? Kelajakda buyuk seleksioner bo'lish, shu Muhammad Ali ustozimiz kabi biz ham seleksiya natijalarini olib bormoqchimiz. Endi O'zbekistondan hamma Qirg'izistonga borib shu arashan zotini olib kelmaydi. Inshaalloh endi Qirg'izistonga O'zbekistondan olib ketishyapti. O'zbekistondan Qirg'izistonga qo'y eksport Qilamiz. Ishlaringizga rivoj, qo'ylaringiz bundan ham ko'payib, yaxshi daromad topib, shu kelajakda o'zingiz maqsad qilgan shu juda katta qo'ychilik fermalarini tashkil qilishingizga tilakdoshmiz. Rahmat.